Assalomu alaykum aziz ayollar. Ushbu munosabatlar haqidagi video yordamida siz o'z munosabatlaringizni va hayotingizni ham butkul o'zgartirib yuborish haqidagi sirlarni bilib olasiz. Chunki ayol kishi uchun uning hayotini markazida turgan masala bu uning munosabatlari. Va agarda biz o'z munosabatlarimizda qanday qilib baxtli bo'lishni, qanday qilib munosabatlarimizni o'zgartirishni va ularga ta'sir o'tkazishni bilib olsak, bu holat bizning hayotimizda boshqa sohalarda ham o'zini aksini ko'rsatadi. Ushbu video davomida hech qanaqa kurs sotish yoki reklama qilinmaydi. Shu uchun oxirigacha ko'rishni tavsiya qilaman. Boshlanishiga biroz o'zimni tanishtirib o'tib ketsam, meni ismim Gulhayo Saqdullayeva, munosabatlar bo'yicha coach va mentorman. Munosabatlar qurishda qanaqa qoidalarga rioya qilish kerak va o'zi munosabatlardagi tushunmovchiliklar va qiyinchiliklar nimalardan kelib chiqadi? Mana shu haqida bugungi videoyimizda ham bilib olasiz. Bitta narsaga diqqatingizni qaratishingizni so'ragan bo'lardim. Masalan, deylik, qanaqadir ma'lumot olishda yoki YouTubedan video ko'rish davomida yoki kursda qatnashish davomida siz shunchaki ma'lumot olish uchun yoki kursda qatnashdim degan nom uchun emas, natija uchun harakat qilishingiz kerak. Sizda munosabatlaringizda qandaydir muammo bormi? Mana shu muammoni hal qilishga harakat qilish, buni yechimini topish va natija uchun harakat qilish kerak. Agarda siz natija uchun harakat qilsangizgina siz natija topa olasiz. Chunki bizning amallarimiz niyatlarga bog'liq. Va mana masalan deylik, agar siz qandaydir ishni boshida bir eshitib ko'rishi, bir ko'rishi deb e'tiborsizlik bilan qilsangiz, unda siz natijaga erisha olmaysiz. Natija olaman, o'zgarish bo'ladi degan maqsadda eshitsangiz, diqqat bilan va mana shu maslahatlarni amalda qo'llasangiz, unda albatta natijaga erishasiz. Misol uchun, boshingizni ho'l qilib ko'chaga chiqmang. Meningit bo'lib qolishingiz mumkin. Meningitdan o'lganlar qancha? Masalan, mana shu holatni ikki tomondan qaraydigan bo'lsak, to'g'ri, siz chiroyli ko'rinish uchun, boshingiz toza bo'lishi uchun harakat qildingiz, lekin ichki holatda sog'ligingizga juda katta zarba bo'ladi, juda katta xavf paydo bo'lgan bo'ladi. Xuddi shunaqa munosabatlarimizda ham agarda biz shunchaki tashqi tomondan chiroyli ko'rinishga harakat qiladigan bo'lsak, xuddi munosabatlarimizda hammasi yaxshidek, lekin agar munosabatlarimizni ichki tomonlarini o'rganmasak, chuqurroq kirib bormasak, biz har doim munosabatlarimizda o'zimizni to'liq baxtli his qilmaymiz. Hozir bitta zo'r texnika beraman, 100% ishlaydi. Munosabatlaringizda, masalan, sizga yaqin insoningiz siz uchun qachondir yaxshilik qilgan bo'lsa, yoki sizga yoqadigan qanaqadir ish qilgan bo'lsa, hattoki o'zini burchini, o'zini vazifasini bajargan bo'lsa ham, mana shu harakatlari uchun siz minnatdorchiligingizni ifoda qiling. Chunki bunday holatlarda sizni juftingiz, siz turmush o'rtog'ingiz uni qilayotgan xatti-harakatlari siz uchun qanchalik ahamiyatli, qanchalik muhimligini his qiladi. Bu esa har bitta oilada juda ham muhim ingredient, ya'ni bir-birimizga shukronalik keltirish. Masalan, biz ham bolaligimizdan xuddi o'zimizni ishlarimizga majburiyatdek qaraganmiz. Mana bu ishni qilishim kerak, mana bu ishni qilishim kerak deb xulosa qilganmiz. Shu uchun ham bizning qilgan ishlarimiz xuddi og'irlikdek, majburiyatdek, zerikarlidek tuyuladi. Lekin agar biz mana shu ishlarimizni kimdir bu muhimligini, bu kerakliligini bildirib tursa, biz boshqacharoq holatda harakatlanamiz. Xuddi shunaqa bizning yaqin insonlarimiz ham ularni qilayotgan xatti-harakatlari biz uchun intiluvchanliklari, muhimligini ularga ko'rsatish kerak. Munosabatlarda kelishmovchiliklarning yana bitta sababi shuki, ko'p qizlarni to'ydan oldin to'ygacha bo'lgan masofaga tayyorlashadi. Masalan, yaxshi ovqat qilishni bilish kerak yoki uylarni toza tutishni bilish kerak yoki kattalar bilan to'g'ri muloqot qilishni, ularga yo'q demaslikni o'rgatishadi. Aslida ayol kishi juda ham baxtli bo'lishi uchun turmush o'rtog'ini yaxshi bilib olishi kerak. Turmush o'rtog'i bilan gaplashish, ya'ni muloqot qilish texnologiyasini bilib olish kerak va mana shunda ko'p kamchiliklari turmush o'rtog'ining ko'ziga ko'rinmasligi ham mumkin. Chunki shunaqa bitta fikr borki, ideal ayol bu hamma ovqatlarni biladi, hamma insonlar bilan kelisha oladi, hamma ishlarni qo'lidan keladi. Ya'ni mana shunaqa tomondan ideal ayol deb ta'riflaymiz. Aslida agar ayol kishi prosta turmush o'rtog'i bilan, erkak kishi bilan to'g'ri muloqot qilishni o'rganib olsa, u juda ham baxtli ayol bo'ladi va juda ham ko'p ayollar ideal ayol bo'lishdan ko'ra baxtli ayol bo'lishni tanlashardi. Shunday emasmi? Agarda biz munosabatlarimizni baxtli va mustahkam bo'lishini xohlasak, unda biz nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Birinchi o'rinda erkaklar va ayollar bu umuman boshqa mavjudotlar. Ular umuman boshqacha usulda fikrlashadi, boshqacha hayot tarzini qurishadi, boshqacha yo'llar bilan azoblanishadi, boshqacha yo'llar bilan xursand bo'lishadi. U hamma narsamiz farqlanadi. Bu shunchaki, ya'ni erkak kishi bilan ayol kishi biologik bitta turga bog'liq, qolgan hamma narsa bizda farqli. Va yana bitta qonun,
munosabatlar qurishda bu ketma-ketlik qonuni. Ya'ni biz birinchi o'rinda tanishamiz, bir-birimizni o'rganishni boshlaymiz, bir-birimizni farqlarimizni hisobga olib muloqot qilamiz va mana shu yo'lda, mana shu jarayonda biz bu inson bilan baxtli bo'la olamizmi, yo'qmi? Biz bu inson bilan munosabat qura olamizmi, yo'qmi? Oila qurishimiz mumkinmi, yo'qmi? Keyin xulosa qilsak bo'ladi. Ba'zida bitta ko'rishda qizlar yo'q, men bu insonga turmushga chiqmayman, nimasidir yoqmaydi deb gapirishadi. Aslida bunaqa holatlarda bitta ko'rishda muhim qarorga yoki keskin qarorga, rad etish qaroriga kelish bu to'g'ri emas, chunki biz hali bir-birimizni o'rganmadik. Ya'ni boshqa insonni uchratib, shu inson meni turmush o'rtog'im bo'ladi degan xulosalar bu kamdan kam holatlarda uchraydi va har doim ham to'g'ri natija bermaydi. Shuning uchun munosabatlar qurishimizdagi asosiy qoida bu bizni farqliligimizni hisobga olib muloqot qilish. Ikkinchi qoida esa ketma-ketlik bilan munosabatlarimizni yaratish. Ba'zi ayollarda juda katta bir qo'rquv bor, ya'ni yolg'izlik qo'rquvi va mana shu yolg'izlik qo'rquvidan kelib chiqqan holda qarorlarni qabul qilish, munosabatlarda qanaqadir narsalarga intilish bu har doim ham yaxshi natijaga olib kela olmaydi. Chunki erkak kishi bu xuddi ayol kishini ko'paytirib turadigan oynasiga o'xshaydi. Ya'ni agar ayol kishi o'zi baxtli bo'lsa, erkak kishi mana shu baxtni yana ham ko'paytirib bera oladi. Agar ayol kishi qanaqadir baxtsizroq bo'lsa yoki unga nimadir yetishmayotgandek bo'lsa, erkak kishi hayotiga kelib mana shu tuyg'ularni kuchaytirib ko'rsatib berishi mumkin. Lekin erkak kishi baxtsiz ayoldan butunlay baxtli ayolni yarata olmaydi. Shuning uchun ayollar biz birinchi o'rinda bizni nima baxtli qilishini bilib olishimiz kerak va ayol kishini baxtli qiladigan yana bir muhim narsa bu uni orzularini kimdir amalga oshirib bera olishi. Ayol kishi nimagadir o'zi erishsa, o'zi intilsa, har doim ham olgan natijalaridan xursand bo'la olmaydi. Ayol kishini hayotida uni orzularini amalga oshira oladigan, uni muammolarini hal qila oladigan inson bo'lishi bu juda ham muhim. Va mana shunday inson bilan munosabatlaringiz qurilishi uchun uni ma'lum bir vaqt davomida o'rganishingiz, uni ma'lum bir xarakterini, fe'l-atvorlarini kuzatishingiz mumkin. Endi esa munosabatlardagi ma'lum bir kelishmovchiliklarni va muammolarni sababini ko'rib chiqadigan bo'lsak, ko'pincha agar ayol kishini tuyg'ularini erkak kishi qadrlamasa yoki hisobga olmasa, bu ayol kishini juda ham ranjitadi va ayol kishi bunday holatlarda o'zini qadrsizlangandek yoki kerakmasdek his qiladi. Bunday muammo ko'tarilmasligi uchun ayol kishi qulay paytni tanlab, erkak kishi bilan uni nima xavotirga solganini, u nimalardan xafa bo'layotganini muhokama qilishi kerak. Bunday xatti-harakat nimasi bilan munosabatlarga foydali bo'ladi? Ayol kishi ham o'zini qalbida qanaqadir xafagarchiliklarini yig'ib yurmaydi. Erkak kishi ham uni vaqti va uni e'tibori sizga kerakli ekanligini bu bildirib turadi. Munosabatlarni mustahkamlaydigan narsa yana bitta shuki, erkak kishi unga muhtojligingizni ko'rib tursa. Ba'zida ayollar turmush o'rtog'i xuddi ularga kerakmasdek tutishadi. Aslida ochiq-oydin turmush o'rtog'ingiz sizga kerakliligini ko'rsatishingiz kerak. Oiladagi kelishmovchiliklarning yana bitta sababi shundaki, erkak kishi ayolini gaplariga yoki ayolini savollariga o'sha zahotiyoq javob bermasligi. Chunki erkak kishi nimanidir gapirishdan oldin u birinchi o'ylaydi, ma'lumotni obработка qiladi, yetarlicha informatsiyaga ega bo'lganidan keyin sizga ma'lum bir fikrini va javobini gapiradi. Ayollardagi farq esa shuki, ayollar ma'lum bir nutq davomida, ya'ni gapirish davomida ular ham o'ylab, ham gapira oladi va ularga qanaqadir savol bersangiz, shuni javob berishni boshlaydi-da, o'sha javobini davomida nima demoqchiligini tushunib qolishadi. Lekin erkaklar bilan farqimiz ham mana shunda. Ular birinchi o'ylashadi va keyin gapirishadi. Bu narsani biz hisobga olishimiz shart. Chunki agar biz qanchalik erkak kishini va ayol kishini farqlarini hisobga olgan holda munosabatlarimizda qarorlarni va xatti-harakatlarni qilsak, munosabatlarimiz shunchalik yaxshi voqealarga, pozitiv tuyg'ularga to'la bo'ladi. Qanday qilib nizolarni yoki kelishmovchiliklarni, munosabatlarni yana ham mustahkam qilishga o'girish mumkin? Masalan, asosiy sir shundaki, tushunmovchilik yoki qanaqadir nizo ro'y beradigan bo'lsa, oxirgi nuqtani qo'ymaslik kerak. Agar siz oxirgi nuqtani qo'ymaydigan bo'lsangiz, sherigingiz, partnyoringiz yoki yaxshi ko'rgan insoningiz, turmush o'rtog'ingiz mana shu holatda o'zini qarorlarini o'zgartirishi mumkin. Mana shu holatga bo'lgan o'zini fikrini o'zgartirishi mumkin. Chunki agar biz munosabatlarda nuqta qo'yadigan bo'lsak, ya'ni bunday qilsak, bunaqa bo'ladi. Agar xohlamasangiz, unda xayr.
deb aytadigan bo'lsak, unda bu insonga biz mana shu vaziyatga kirib borishga, mana shu vaziyatda uni o'zini o'zgartirishga, qarorini o'zgartirishga, o'zini yana ham yaxshilashiga yo'l qo'ymagan bo'lamiz. Masalan, mana o'zim ham hech qachon kim bilandir qanaqadir nizoga yoki tushunmovchilikka borsam, oxirgi nuqtani qo'ymayman. Chunki ma'lum bir vaqt o'tgach, ikki inson ham bu vaziyatga nisbatan o'zini qarashlarini o'zgartirishi mumkin. Va mana shunaqa holatlarda biz boshqa insonga ham, o'zimizga ham imkon beramiz. Mana shu vaziyatni yana ham yaxshilashga. Agar kelajakda bunday holat ro'y bersa, biz bunday vaziyatlarni yengilroq o'tib ketamiz. Mana shunaqa holatlarda u inson o'tirib, o'ylab, mulohaza qilib, xulosa qilishi mumkin va siz yoningizga kelib deylik, o'tgan safar urushib qolgan edik. Mana shu masala bo'yicha. O'sha payt tushunmagan edim, lekin mana hozir tushundim. O'sha payt sen to'g'ri aytgan ekansan. Balki mana bu fikrim noto'g'ri bo'lgandir, deb biz boshqa inson bilan suhbatlashishimiz mumkin. Bu ham munosabatlarni juda ham qutqarishga yordam beradi. Ya'ni biz o'zimizni qaysidir xatoyimizni tan olib, boshqa insonni qanaqadir gapirgan fikri to'g'riligini eslatib, munosabatlarimizni yana ham yaxshilab o'tib ketish. Shuningdek, sizlarga bitta bonusimiz bor. Ushbu videoni ko'rib bo'lganingizdan so'ng munosabatlar haqidagi checklistimiz, ya'ni kitobchamizni o'qib, munosabatlaringizni yaxshilashni yana ham ko'proq sirlari haqida bilib oling. Mana aziz ayollar va qizlar, endi siz boshqalardan ko'ra ko'proq narsalarni hozir bilib oldingiz. Agarda qaysidir vaziyatda, munosabatlarda o'z fikrlaringizni, tuyg'ularingizni bemalol bo'lisha olmayotgan bo'lsangiz, unda balki muammo samatsenkada bo'lishi mumkin. O'zingiz haqingizda yaxshiroq o'rganish kerak. Agarda siz o'sha turmush o'rtog'ingiz yoki erkak kishini yonida o'zingizni yolg'iz his qilayotgan bo'lsangiz, unda balki siz erkak kishini psixologiyasini biroz o'rganishingiz kerak bo'ladi. Va agarda siz munosabatlaringizda nimanidir o'zgartirish yoki nimadan boshlashni bilmayotgan bo'lsangiz, unda bunday holatlarda munosabatlar ilmini, ya'ni ikki inson o'zaro muloqot qilganida nimalarga e'tibor berish kerakligi haqida bilishingiz kerak bo'ladi. Unda men sizlar bilan xayrlashaman. Keyingi videolarimizda hali yana ko'rishguncha.